Hürmetli tomoshabinlar, shundaqla ekran oldidagi qadrli ko'rganlar, bayatdan programmamizga sirtdan qatnashayotganlarninki mundaq bir necha savollar kelib qoldi. Buningga Dilshod Raydin efendimni javob berishni taklif qilsak, bir ko'rmanimiz mundaq deb savol so'rabdi. Sahnada naqsh aytganda nimalarga diqqat qilish kerak? Bular yaxshi savol bo'ldi. Bir san'atkorga nisbatan, bir naqshchiga nisbatan sahnadagi qiyofati intayin muhim. Bir naqshchiga nisbatan sahnadagi qiyofati o'zini aytayotgan, o'rlayotgan naqshisidanmi muhim turdi. Chunki san'atchi degan madaniyat tashviq qiluvchi bir xodim. Shunga sahnadagi qiyofatiga diqqat qilmasa bo'lmaydi. Konservatoriyalarda, san'at institutlarida, muzika institutlarida mustaqil bir dars borki, badan tutish darsi deb. Biz o'qiyotgan vaqtimizda shu darsni o'tgan, 2 yilda o'tgandi. Maxsusmush badanni qanday tutish, sahnaga chiqqanda qanday turish, tomoshabinlarga qanday qarash, hatto shu chiroydagi shu nima indamiz ifodasi, chiroydagi ifodasi, badandagi ifodasi, sahnaga qanday mengib chiqishni deb ashuni hammasini bir sistemalik o'rgatadi. Bu nihoyat muhim. Ba'zi bir san'atchilarimiz borki, shu sahnaga xuddi shu bozorda mangandek mengib chiqadi. Sahnadagi qiyofatiga to'g'ri diqqat qilmaydi. Endi ashlar keyingi shu televizorlarda o'zini ko'rgan vaqtida shu jihatdan sal diqqat qilsa, endi shu jihatda bir sistemalik bir tarbiya olsa, sahnadagi qiyofati nihoyat ruslasa deb o'ylayman. Rahmat. Rahmat. Menimcha hayotdan Dilshod Raydin efendimning so'zini yosh naqshchilar shundaqla yosh naqsha havaskorlar bir qatimliq dars angladi deb o'ylayman. Rahmat Dilshodga. Hasan. Xo'sh. Endi biz programmamizning eng xalqlik bosqichiga yetib keldik. Ta'laylik tomoshabinimiz ham ta'laylik abotlarimizni tanlash bosqichi. Oldi bilan ta'laylik tomoshabinlarimizni tanlab chiqaylik. 3 nafar ta'linglarni sinab yaqinlar. Mayra ishkimiz kaynimizga qarmaymiz. Kaynimizda o'rin tartib numeri to'xtamasdan aylandi. Biz to'xtasin deb buyruq berganda, qaysi nomerda to'xtagan bo'lsa, shu tomoshabinimiz bugungi navo programmamizga ta'laylik tomoshabin bo'lib hisoblandi. Xo'sh. Diqqat. Aylansin. Qarmi to'xtasin. Hamma qaraylik. 5-rat 2-o'rin. 5-rat 2-o'rindagi ta'laylik tomoshabinimiz. Marhamat. Endi yana bir ta'laylik tomoshabinimizni tanlab chiqaylik. Ikkinchisi. Diqqat. Aylansin. To'xtasin. 9-rat 1-o'rin. Muborak bo'lsin. Qani sahnimizga marhamat. Sahnimizga marhamat. Bugun ta'lay so'l tarafdan kelyapti. O'ng tarafda ta'lay yo'q o'xshaydi. Turib, to'xtasin deb taqaylik bo'lsa. Endi shunisi eng og'irgisi uzunroq aylantirman, juma. Tomoshabinlarimiz bilan tang 3, 2, 1 deb to'xtaylik, ha? Qaysilar cho'nvoq asana shunga chiqadi. Diqqat. Aylansin. 3, 2, 1. To'xtasin. 1-rat 31-o'rindagi tomoshabinimiz. Taklifimizga marhamat. Xo'sh, endi bu son navo programmamizning ta'laylik ko'rmanlarini tanlaymiz. Sirtdan qatnashayotgan ta'laylik ko'rmanlarini tanlaymiz. Diqqat. Aylansin. To'xtasin. Mana 139 kaynidagi 4 xonasi 9593. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Qutlaymiz. Endi ikkinchi ta'laylik ko'rinmanimiz. Diqqat. Aylansin. To'xtasin. 139 kaynidagi 4 xonasi 9470. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Qutlaymiz. Endi eng oxirgi ta'laylik ko'rinmanimiz. Bu sondagi eng oxirgi ta'laylik ko'rinmanimiz. Diqqat. Aylansin. To'xtasin. 135 kaynidagi 4 xonasi 0837. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Bugungi programmamizda ta'laylik tomoshabin bo'lib chiqqan bu 3 nafar qizimiz
Bayatlıqı tələyilik körülmən bo'lib tanlanğan körülmənlərə vakalatan mana bu keyindiki taxtadan özü xalığan mükafat buyumunu tanlaydı. Əgər taxtının keyində külgən çıray çıxsa tələyilik körülmən siz katta mükafat müyəssər bolsunuz. Əfsus taxtının keyində nava degan xat çıxsa biz mükafat bilan ta'minlayamaymiz. Lekin fursat davomliqda ta'limingizni sinab ko'rishni unutib qolmang. Undaq bo'lsa boshlandik qizlar. O'rin tartib numeri 1-rad 5-o'rindagi talelik tomoshabinimiz siz yon telefon numeri 139 keyingi to'txon numeri 95-93 bo'lgan talelik ko'rilmanimiz uchun qani talingizni sinab ko'ring. Marhamat. Yulduzni tanladingizmi? Qani o'rpiqing. Afsus. Yon telefon numeri 139 keyingi to'txon numeri 95-93 bo'lgan talelik ko'rilman. Fursat hamon mavjud. Siz to'xtamay ta'limingizni sinab ko'ring. Kim biladi, keyingi qitim katta mukofotlarga erishib qolamsiz deyi. Rahmat sizga. Sizga mukofot bo'yin bor, u bo'lsa-mu Şinjan Canan Soda Teknik Şirketi ta'minlagan 500 yuan qimmatidagi iste'mol kartasi. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Hamda 9-rad 1-o'rindagi talelik tomoshabinimiz yon telefon numeri 139 keyingi to'txon numeri 94-70 bo'lgan talelik ko'rilmanimiz uchun qani talingizni sinab ko'ring. Qaysini tanladingiz? Qo'zam. Muborak bo'lsin. Yon telefon numeri 139 keyingi to'txon numeri 94-70 bo'lgan talelik ko'rilmanimiz siz Nava programmasi ta'minlagan Konka markali yon telefon bilan ham Şinjan Canan Soda Teknik Şirketi ta'minlagan 1000 yuan qimmatidagi iste'mol kartasi bilan mukofotlandingiz. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Sizni tabriklayman. Sizni Şinjan Canan Soda Teknik Şirketi ta'minlagan 500 yuan qimmatidagi iste'mol kartasi. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Talay omad har vaqt sizlarga nasib bo'lsin. Marhamat. Eng og'irgi talaylik tomoshabinimiz ham talaylik ko'riminimizning taqdiri qanday bo'ladi? 1-rad 31-o'rindan chiqqan talelik tomoshabinimiz siz yon telefon numeri 135 oxirgi to'txon numeri 0837 bo'lgan ko'rilmanimiz uchun qani talingizni sinab ko'ring. Qaysini tanlaysiz? Ayxinim. Ayxinim muborak bo'lsin. Yon telefon numeri 135 oxirgi to'txon numeri 0837 bo'lgan talelik ko'rilmanimiz muborak bo'lsin. Sizni Nava programmamiz ta'minlagan Konka markali yon telefon ham Şinjan Canan Soda Teknik Şirketi ta'minlagan 1000 yuan qimmatidagi iste'mol kartasi bilan mukofotlaymiz. Qabul qiling. Muborak bo'lsin. Sizni tabriklayman. Sizni Canan Şirketi ta'minlagan 500 yuan qimmatidagi iste'mol kartasi. Muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Programmamizga davomli qatnashib turinglar.